Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana bitta kanalimizda AdSense ni hal qildik. Deyarli kanal yopilib ketaman deganda AdSense mana sizlarga supportdan ko'rsataman. Qaranglar. Menga kelgan paytda mana 1 2 3 marta deyarli pasport jo'natganlar. Do'stlar nasib eslab qo'yinglar. Mana pin kod kiritadigan joyga pasport jo'natiladi-yu. Bir marta jo'natinglar bo'ldi. Qayta jo'natavermanglar. 3 marta jo'natsanglar mana shunaqa masalan, ketma-ket 3 marta jo'natsanglar kanal uje AdSense bloklanadi. Men kanalimni ko'rsanglar, shunaqa bloklangan AdSense'lar ham bor, ochilmagan. Yangi AdSense ochasiz-ku, u ham deyarli bloklanadi deb zo'rg'a hal bo'ladi. Biz bilan shunaqa bo'lgan, zo'rg'a hal qilganmiz. Bu kanalimiz ham bloklanay deb qolgan payt keldi. Men sразу supportga yozdim, mana ko'rib turibsizlar. Mana. Men sразу supportga pochta orqali xabar jo'natdim. Support mana siz shu ishni yaxshi qildingiz dedi. Biz sizga yordam berish bo'yicha barcha narsalarni hal qilamiz dedi. Xullas mana kerakli narsalarni menga jo'natdi. Men sразу pasportni, propiska hamma narsa javob tashladim. Keyin support menga aytdi, rahmat qaytganingiz uchun dedi. Lekin dedi, biz so'ramasak dedi, pasportlar taqdim etmang dedi. Lekin men taqdim etganim yaxshiroq bo'ldi, chunki do'stlar, supportda bor. Hozir mana qaranglar. Chunki 3 marta agar mayta xato jo'natsanglar bloklanadi, AdSense faktiski bloklanadi. Menimcha mana shu yerda Google support aytgan edi shu narsani. Mana qarang. Bitta bormikan, yo'qmikan? Mana. Ko'ryapsizmi mana? 3 martagina we allow 3 verification attempts deyapti. Biz 3 martagina imkoniyat beramiz deyapti. Siz deyapti 3 marta jo'natib bo'ldingiz deyapti. Shuning uchun men supportga yozganim uchun sraz yozganim uchun bloklanmadi. Men 4-verifikationni oldim va 4-marotaba ham supportga pasportlarni hamma yoq jo'natdim. Shundan keyin mana bugun do'stlar hal bo'ldi. Mana successful. Ko'ryapsizlarmi? Bu narsa dokumentatsiya ishi do'stlar. Просто tak masalan ayrimlar bor, просто tak maza qilish uchun jo'natadi. Undaqa qilmanglar. Uje bir marta jo'natdinglar, pasport qabul qilmadimi? O'qish kerak. Nima uchun qabul qilmadi? Masalan, pasport xira olgandirsizlar, yaxshi tushunmagan, soxta deb o'ylaydi. Bir marta bizda shunaqa vaziyat bo'lgan. Soxta pasportni pulni bloklab tashlagan hamma yo'qda. Uje bloklangandan keyin o'z-o'zidan do'stlar kanalinglar pul ishlash tizimi ham o'chib qoladi. Xo'p, kanalimiz DJ Oybekxon kanallari. Agar sizlarning yo'nalishingizga to'g'ri kelsa, shu yo'nalishda video qilsanglar bo'ladi. Reklama qilib ketib. Umumiy holatda shunaqa do'stlar. Yordam kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Videoni kommentariyasida Telegramga yozish bor menga. Nomerim yo'q, chet el nomerimda. Shuning uchun videoning kommentariyasidan o'tasizlar. Xo'p. O'zbek nomerim ham bor, lekin 99lik 791 32 32 nomerimga muammoni yozib to'lovini qilaman sirasizlar. Biz bir kun ichida aloqaga chiqamiz, ishlar hal qilib beramiz. Ayrim payt 1-2 kun cho'zilib qolishi mumkin. Umumiy holatda shu, men takror aytaman, takror javob tashlamaydi pasi. Bir marta jo'natinglar bo'ldi, hal bo'lmadimi? Demak, menga aloqaga chiqsa o'zim hal qilib beraman. Yoki videolar yaxshilab ko'ringlar mana. Deyarli men o'ylagandim, shu bo'ldi, kanal ketdi deb o'ylagandim. To'g'ri aytaman. Bu kanal ketdi deb egasiga aytmoqchi edim, hal bo'lib qopti. Xo'p, shunaqa do'stlar mana. Shularga e'tibor berasizlar. Endi nasib bo'lsa pin kodlarni chaqirib bersak, bemalol yuzdan pul ichaveradilar. Kanallar ham yaxshi ketyapti, yomon emas. Xo'p, yaqinda pul ishlatsam ulangan. Mana ko'rsataymi? Bu $28 pul ishlagan. Eng ko'p $8 ishlagan bir kunda. Endi shortslar ko'payibdi. Uzun videolar qo'ysalar, mana ko'ryapsizmi? Ketma-ket video qo'ysa, kanal ko'tariladi. Bir oyda bir ko'tarilib, shunaqa yuradi YouTube bo'lsa. 100,000 prosmotr, shortslar ko'payib ketgan hisobga daromad sal kamaygan. Umumiy holatda shunaqa do'stlar, yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Salomat bo'ling. 99lik 791 32 32. Faqat SMS telefon qilmaydi, tushib bo'lmaydi telefon. Chunki viziv ko'p, ololmayman.